2025-yil 10-dekabr O'zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasining qabul qilinganiga 33 yil to'ldi. Shu munosabat bilan men Hoshimova Faridaxon Tohirjonovna Andijon davlat pedagogika institutining ijtimoiy amaliy fanlar fakulteti musiqiy ta'lim sirtqi 5-kurs talabasi mana shu ajoyib sanamizga atab o'zimning ijodimdan o'qib bermoqchiman. Tong sahar jaranglab yangrar madhiyam, olamga ezgulik nurlarin sochib, shukrona aytadi uyqudan turgan keksa yosh qo'llarin duoga ochib, chorlaydi har satri yangi zafarga, insonni har obodlik yo'liga boshlab, qalbida tilagi daryoday jo'shib, baxt sari intilar bir qadam tashlab, yangrayver taralgin moviy ko'k uzra, baxtimiz ko'z et jumla jahonga, yurakdan jo'r bo'lib kuylayman har tong, farzandman onajon O'zbekistonga. Mutawakkil Burxon, Abdulla Orif, go'zal ijodining boy xazinasi, betakror ohangi o'zbek ilmning yillar bo'yi yiqqan totli mevasi. Jarangla qo'shig'im keng samoni kuch, qora bulutlarning chak so'kilsin, jahon shaxs suhbasida chempionlarning ko'zlaridan sevinch yosh to'kilsin. Kuylashdan tolmayman qo'lim ko'ksimda, har so'zim ma'nosi dilimda tuyib, yashayman hamisha o'zbekman deya, umri boqiy madhiyamni jonimday suyib. Yaxshilardan qolgan madhiyam mening, dillarni hayratga solgan qo'shig'im, qay millat kuylasa mehrimni qo'yib, doimo ochiqdir ko'ngil eshigim. Hurmatli opajonimiz Farida opa, rahmat. Tez hamkorlik qilib turaylik, ijodingizga yanayam barkamollik, yanayam sermazmun kitoblarni yozishingizda omad tilaymiz. Rahmat, sizlarga yana